Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi konteynerdan uylarimiz tayyor bo'ldi. Ikkita konteynerda bitta qilib joyida tayyorlab berdik. Bitta 6 metrlik, bitta 12 metrlik konteynerda 2 metrini olib tashlab 10 metr qilib berganmiz. Qisqacha obzor qilib o'tamiz. Ichkari tomondan ko'rinishlari. Mehmonxonadan boshlaymiz. Darvozadan kiraverishimizda mehmonxona qilganmiz. Mehmonxonamiz razmeri 3 metrga 4,5 metr, ya'ni 4,60 chiqadi. Temir eshik qo'yganmiz, ikkita rom qo'yib berganmiz. Achibgalarimiz dekor MDF qilingan baquvvatidan. Kolajni ichkarilariga izolyatsiyalarni ham tashib ketganmiz. Issiq sovuqqa chidamli. Bu tomondan kiraverishimiz oshxona. Oshxonamiz razmeri bo'lsa 540 ga 220 bo'ldi. Bu yerga oshxona mebeli qo'yish uchun joy tashib ketganmiz. Bu tomonimiz bo'lsa ixchamgina ispanli yotoqxona. Yotoqxonamizda ham apshipkalarni dekor MDF qilib berganmiz. Izolyatsiyalar qilingan, gelinlargacha yozilgan, tayyor. Oshxonamizni apshipkalari bo'lsa dekor plas qilingan. Bu tomonimiz bo'lsa sanuzel. Sanuzelimiz rakvina, unitaz, dushovoy paddoni bilan va 50 talik Royal Ariston. Hammomga kafel terib berganmiz, suvga chidamli bo'lishligi uchun. Kimgadir shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Dehqonobod qishlog'ida. 300 ta kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar.